E'tibor beryapsizmi? So'nggi vaqtlarda do'ppi faqat bayram va tantanalarda, yoxud maraka, qo'yinki boshqa tadbirlarda kiyilyapti. Kunda kunora uni tobora kam ko'ryapmiz. Bu haqida keyinroq. Hozir yillar o'tsa-da o'z oxirini yo'qotmagan mana bu ajib qo'shiqni eslang. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan, ipaklari dimangzari tillodan. O'zbek do'ppisida qanday sirlar yashiringan? Uning qanday turlari mavjud? Do'ppilar insonlarni yomon nazardan asray olganmi? Bu haqda nimalarni bilasiz? O'zbek do'ppisi bezagining barcha elementlari, rangi, chiziqlari, rasmlari muhim ma'no yuklamasiga ega bo'lib, hayot va intiho, yorug'lik va qorong'ulik, yer va osmon, yaxshilik va yomonlik kabi umumiy tushunchalar bilan bog'liq. Do'ppida xalqimizning urf-odatlari, madaniyati va san'ati butun bo'y-basti bilan namoyon. Do'ppi o'rta asrlardan boshlab keng tarqalgan bo'lib, dastlab u quyosh va sovuqdan himoya qilish, shuningdek insonning jamiyatdagi mavqeini belgilash uchun kiyilgan. Darvoqe, mening do'ppim yarashibdimi? Xullas, vaqtlar o'tib meniki kabi do'ppilar bejirim kashtalar, ipak va zardozlik naqshlari bilan bezatila boshlandi. O'zbekistonda Chust, Andijon, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Boysun, Shahrisabz, Qo'qon do'ppilari mashhur bo'lib, ularning har biri o'ziga xos naqsh va shakllarga ega. Aytish joizki, undagi har bir rasm va chizgi o'zining chuqur ma'nosi va siriga ega. Hozirgacha xalq orasida do'ppilar haqida afsonalar va rivoyatlar saqlanib kelinadi. Rivoyatlarga ko'ra, erkaklar do'ppisining yuqori qismidagi 4 ta gul odamni sog'ligini 4 tomondan himoya qiladi va baraka beradi. Do'ppi chetidagi 16 ta gul esa katta va ahil oila bo'lish, ko'p farzand ko'rish ma'nosini bildiradi. Libosning 4 ta tomonidagi qalampir esa yomon ko'zdan himoya qiladi deya ishonishgan. Qorong'u fonga oq ip bilan tikilgan gullar inson qalbi va yuragi pokligining ifodasidir. Ayollar do'ppisidagi naqshlardan lola, anor, bodom gullari ayollik latofati, yoshlik, farovonlik belgisidir. Undagi yulduzlar esa yorug'lik va baxtni ifodalaydi. Do'ppini oyoq ostiga qo'yish, uni bosish, ustidan xatlab o'tish do'ppi egasiga behurmatlik, beodoblik sanalgan. Shuningdek, xalqimiz orasida do'ppi bilan bog'liq turli maqollar ham mavjud. Masalan, bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi. Bugungi kunda do'ppilarimiz milliy an'analarimizni saqlab qolgan holda zamonaviy modaga moslashib bormoqda. Xalqimizning boy merosi sanalgan do'ppilar shunchaki bosh kiyim emas, balki tarix, san'at va ma'naviyat timsolidir. Uni kiyish orqali biz o'z qadriyatlarimizni hurmat qilgan va kelajak avlodga yetkazgan bo'lamiz.